Ayoz nima qotiryapsan biz? Shu radiusga napralash profili qotiryapman aka. Qiyin emasmi? Buni kesib chiqing. Mana akalar ko'rsanglar bo'ladi. Napralash profilini kesyapmiz. Radiusli joylarga el profil ham ishlatsanglar bo'ladi. Keyin profil ishlatganinglarda iloji bo'lsa eng qalinni ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Mana ko'rsanglar, mana bu yoqni kesib bo'lganmiz. Biz patologiya qotirayotganda gipsokartonga nolga qotirish uchun mana shunaqa holatga kesamiz. Qaychini bunaqasiga solamiz. Mana profilning afzallik tomonlaridan bittasi kelyapti, ichki radius. Bunaqasiga mana secheniya bo'lib qolsa, avvalo secheniya bo'lib qolsa, tashqi radiusga ham ketaveradi. Uzilmasdan tashqi radiusga ham ishlayveradi. Mana akalar napralash profillarimizni qotirib olganmiz radiusimizga. Bu endi o'sha tepaga qotirilgan holatda mana shunaqa bo'ladi. Ayoz mana buni orqasini nima qilib tashlading? Bo'lak qilib kesib tashlabsan, malyarlar qiynalmaydimi buni? Xudo xolasa malyarlar qiynalishmaydi, sababi bunda tiyagi bo'ladi. Agar bunda tiyagi bo'lmaganda imkon qadar qo'llab bukishga harakat qilardik. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana buni ham tagiga napralash profilni aylantirib chiqyapmiz. Buni qanaqa kesib chiqding? Gipsokartonni tagiga aylantirishimiz uchun kesamiz. Mana napralash profil ko'rasizlar. Bismillah. Tepasidan bitta, pastidan bitta. Tepadan bitta, pastidan bitta uzuramiz. Yana bir marta ko'rsatamiz. Mana tepasini ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa holatda bo'lgan. Oldi kesilmagan edi. G obrazni kesganmiz va bunisini tepasini, pastini o'zini kesib qotirganmiz.